Assalomu alaykum. Yaxshimisiz qizim? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xizmatingizga tayyor bo'lasiz. Bo'lasiz. Assalomu alaykum. Qizim yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu Mana yana xizmatingizga tayyorman. Allah xushomuz. Yana xizmatingizga tayyorman. Sog'indim rostdan sizlarni. Shunaqa darslar o'tish kerak, ular bilan bir haligi san'atda suhbatlar qilish kerak. Qayerga borasiz desam, aylanib yurib, bo'lmasa borgan joylarim ko'p, qilmadim. Qarshiga boraman dedi. Qarshiga boraman deb sizlarni tanladim. Sizlarni tanladim. Sizlar bilan til topishaman deb keldim men. Chunki rostdan aytsam, men sizlarni maqtamoqchi emasman. Sizlar birinchidan unikalniy teatr, chunki viloyat teatri mana shunday bir katta ishlarni qilgan. İşlerinde fakat buna şu bir demez, respublika demez, dünya böyle yani korsatı bilgen bağlarında şu mahmur tiplerde festivallerde katlaşıp gelen fenomen tiyatro, fenomen degen gap yani takrarı yok, bunun nasıl çıkarttı topulmuyor degen gap, bitti degen gap. Fenomenal tiyatro. Sizler o'zlaring fenomenal, tiyatro o'zidan o'zi fenomenal bo'lmaydi. Teatr deb yaqindagilar bir esa shu gap nimalar. Yo'q, teatr yo'q, odamlar bor, mana shu ijodkorlar bor. Shundan teatr paydo bo'ladi. Falsafada bir gap borku, o'rmonni ko'rganmisiz desa, ko'rganman dedi. O'rmon bormi desa, bor dedi. Yo'q dedi, o'rmon yo'q. Siz o'rmonni ko'rgan emassiz. Siz daraxtlarni ko'rgansiz. Ko'p o'simliklarni va daraxtlarni bir joyda to'planganini ko'rgansiz. To'g'rimi? Shundan keyin uni siz uni o'rmon deysiz. Aslida u nimadan iborat? Shu daraxtlardan iborat. Daraxtlar, shu o'sgan daraxtlar, har baland daraxtlar shuni o'rmon qiladi. Chunki xuddi shunday ham sizlar mana shu yerda yurib ko'rasiz. Bor narsaga chidab, eng asosan, men ilgaridan bir necha yil, bir 18-19 yil mana viloyatlarda ishlaganman, Qo'qonda, Farg'onada ishladim deydi. Shu yerda ishlagan odamlar men qahramonga o'xshadim. Haqiqatdan ham qahramon. Mana shu sharoitda bor narsa, endi hozir deyman, oyliklarimiz juda oshkor bo'lsa kerak, bilmadim qancha ekanligini. Undan sizlar nima qilasizlar? O'sha narsaga chidab yurib, mana shunaqa qilib san'atda mana shu yerga berib, teatrni tanlashni o'zi, men teatrda ishlayman degan narsani o'zi, bu juda ham katta degan. Buni hali bahosi berilgan emas. Shunga baho berilgan emas. Odamlarni qalbiga yaxshilikni joylaydigan, ularga bor narsani boricha tushuntiradigan va hech qachon esidan chiqarmaydigan qilib qalbiga soladigan, unga ta'sir o'tkazadigan boshqa san'atni hali odamzod ixtiro qilgan emas. Yo'q. Buni hamma joyda, butun dunyoda tan olingan. Bu mana o'zimni o'ylab topgan narsa emas. Shunaqa san'atda istaymiz, xudo xolisa sizlar bilan. Aslida shunaqa emas. Bizni ishimiz mana shu yerda hozir paydo bo'ladi, hozir bo'ladi. Hozir ta'sir ko'rsatamiz, ertaga boshqa narsa bo'ladi. To'g'rimi? Bugun bo'ladigan narsa bugun bo'ladi, ertaga boshqa narsa. Bu ekranga borsangiz, ekran har doim bitta narsani ko'rsatadi. Biz buni ko'rsatamiz. Shuning uni qadri baland insonni inson qilish uchun, insonni qaysi bir yo'llarga solish uchun eng katta qurol shu. Undan keyingisi atom bo'lmasa. Va shu odamlarni qo'rqitadigan, yo'lga soladigan narsa shunaqa.
odamning odam ekanligini, nima uchun tug'ilganligini, nima uchun dunyoga kelganligini, nima qilish kerak ekanligini, odamzodga Alloh taolo nimani bergan o'zi, nimani bergan, mana shu narsa, hammasi qanday narsalarni bergan. Shu narsa ularda bormi, yo'qmi? Shu odamzodga berilgan hislatlarning hammasini qachon odam sekin-sekin yo'qotib boradi. Hammasi avval bor, keyin sekin-sekin yo'qotadi. Necha yoshda borgandan keyin, qayerga borgandan keyin, nima bilan uchrashgandan keyin yo'qotadi. Aslida odamzodga hamma narsani tug'ilganda beradi, to'g'rimi? Hamma narsani. Bor hislatlar hammasini. Lekin bir vaqtlar shu bilmayman, odamzodning nimasiga tarixiga qarasangiz 19-asrda juda katta rivojlanish bo'lgan nimalar odamzodimiz. Umuman sivilizatsiya. Juda katta ixtirolar bo'lgan. Odamzod yashash uchun, yangi narsalar qilish uchun qattiq harakat qilgan. 20-asrga kelgandan keyin shu topganlarning hammasini inson oyoq osti qilgan. Hamma topgan narsalar, hamma yaxshi narsalar, hammasini oyoq ostiga aylantirgan. Hozir yo'q shu. Biz Romeo Juliet'da qo'yamiz, Layli Majnun qo'yamiz, hech kimni sevmaydi hozir. Bunaqa narsani hech kimni sevmaydi. Yoshlarga aytsangiz kuladi. Birovni sevgish uchun o'zini o'ldiradi. Birov uchun o'ldiradi. Yakasi uchun. Odamzod 20-asrda o'zida xos bo'lmagan illatlar hammasini rivojlantirdi. Qurol yarog' topdi, atom bombasi yaratildi. Bir-birini qo'rqitish, bir-birini yerlarni tortib olish, bir-birini nima qilish bo'ldi, urushlar bo'ldi. Milliondan odamlar hech nimasiz o'lib ketdi. Shunaqami? Shu 20-asrda bo'ldi shu narsa. Odam bir-birini yaxshi ko'rsa o'ldiradi. O'ldirmaydi, to'g'rimi? Yo'q, haligi nafs buni asosi shu baland kelaveradi. Yerini tortib oladi. Qachondir odam shundan voz kechadimi yo'qmi? Buni aytishlar qiyin emas. Qachondir shu yo'ldan yo'q, men noto'g'ri qilyapman, shu bunaqa qilib bo'lmaydi. Ha deb bir mamlakat ikkinchi mamlakatga borib kelib, yerni bosib, uni o'ldirib, uni yerni nima qilib, odamlarni yo'q qilib, boshqa qilib, dinini, boshqasini oyoq osti qilib, shunaqa qilib mumkin emas, bos qilaylik degan fikrga bir kun odamzod keladimi yo'qmi, uni hech kim bilmaydi. Shu sharoitda, shu narsada o'rtada biz qolamiz. Biz doim sahnaga chiqib ulardan, "Ey, odamzod, bunaqa qilmagin" deymiz. Ularga qilib bo'lmaydi deymiz. Bizni ular pisand qiladi. Rostmi, to'g'rimi? Sahnada ko'rsatgan narsalarimiz ular uncha narsaga nima qilmaydi, to'g'rimi? Uncha tomoshabin albatta kelib kulib ketadi, qilib beradi xolasdir. Bundan bir nimasi olmaydi. Dunyo bo'ylab mana shunday bir razolatda, mana shunday bir zo'ravonlikni boshqasini to'xtatadigan kuch bormi dunyoda? Shuni boshlagan odamzodda o'zi bo'lsa, uni to'xtatadigan o'zi aslida odamzod bo'lishi kerak. Shuni o'zi qilish kerak odamlar. Biz ana shu tomonga ajralgan narsani Allohga yaqinroq bo'lganimiz uchun men quvonaman. Shu kasbda ishlaganim uchun. Aslida olganda yaratgan deymiz biz, yaratuvchi bo'ladi u. Ijodkorlar degan ijodkor kasbda ishlagan odamlar asli kasb jihatdan Allohga eng yaqin insonlar. Bu isbot qilingan narsa. Bu islomda bor narsa. Chunki biz odamlarga yaxshilik qilmoqchimiz. Biz yaratamiz, yaxshi narsani vujudga keltiramiz.
ilohiy kasbimiz. Agar har bittamiz shuni ilohiy deb qalbimizda olsak, shu ilohiy bo'ladi. Uni ilohiyligi bor deymiz. Bor shunday. Biz yaratamiz, ijodkormiz deb aytamiz. Ijod degan narsa asosiy ildizi shu yaratishdan olingan, to'g'rimi? Osho degan nimada Hindistonda bir faylasuf bor. Osho. Uni kitoblar hozir o'zbek tilida tarjima qilindi. Man aytdim, man tarjima qildim. Yarashamayman-ku, maktur. 3 ta kitobni, eng katta kitoblar tarjima qildim. Ular shu nimani jahon adabiyotida shunday chiqdi shu narsalar. Yaxshi nimalar. Shu aytadiki, ijodkorsan, shunga ko'nglingga Allah shunga senga nazar tushgan bo'lsa, deydi Allohning nazari tushgan bo'lsa, shu senga shu narsani bergan. Agar bir narsani yaratsang, deydi, bir yaxshi narsani yaratsang, sen hech qachon aytma buni men yaratdim. O men qildim demagan uni. Sen degan emassan. Uni Alloh taolo seni ko'nglinga solgan. Sen orqali o'tkazmoqchi shu. Sen orqali yo'l o'tkazmoqchi deydi. Leonardo da Vinci'nin katta bir surati bor, dunyoda mashhur surat. Uni ko'ngliga ursagan o'sha odamga Alloh bergan sen orqali shu bir katta bir mo'jizani men odamzodga yetkazaman. Sen orqali shunga beradi, shu orqali u shunga tushadi. Ijodkor. O'sha kitobda agar qo'llariga tushsa o'qisizlar, bo'lmasam keyin maqlaslar. Bir Michelangelo bor nimada qilgan. Ha? Mashhur italiyalik shu 16-asrdagi nima qilingan asrda yashagan Michelangelo degan juda katta rassom, haykaltarosh. Dunyoda juda ham. Buni shu Iso Masihni onasi bilan qilgan haykali. Kristos bilasizlar, Iso Masih hojga tortilgan bo'ldi. Bu hojdan yechib olgandan keyin onasi Mariya, ya'ni Maryam u yerda kelib yig'lab o'tirganini haykali bor. Vatikanda turadi. Uni oldiga har kim ham kira olmaydi, muzey emas. Bu Vatikan mamlakati bor, Italiyaning o'zida kichkinagina mamlakat bor. Shu Vatikanni nimasi hisoblanadi ular, mulk hisoblanadi. Endi buni ko'rganman, g'amda turganman, bir 5 minut, 10 minut turganman. Endi uni ko'rib ko'zingiz uzolmaysiz, bu narsani. Har bitta shu tomirlarini ham o'zini qilingan, tomiri, insonning tomiri. Uning ichidan qon o'tyapti deb o'ylaysiz siz. Qon yuryapti deb o'ylaysiz, shunaqa darajada qilingan. Endi aytsangiz aytadiki, ko'rsangiz aytasizki, yo'q, odamzod buni qilishi mumkin emas deb o'ylaysiz. Odamzodning qo'lidan bu narsa kelmaydi deb o'ylaysiz. Kelgan shuni, shu Michelangelo shuni yasagan. Buni tarixini shunaqa deb aytadi. Bozorga borsa, bozorning oldidan arabalar o'tolmasa, katta bir tosh turadi, qora tosh. Odamlar bozorga kirishgan xalaqit berdi boshliqlari. Michelangelo shu toshni ko'rib, tosh burishni oldiga boradi. Shu toshing qancha turadi sana desa, qancha bersang bergin dedi, olib ketganini hech kim ko'tara olmayapti, uni urundan jildira olmayapti ham. Qancha pul bersang olib ketavergin dedi, bekorga olib tashlamaydi dedi. Keyin ular arabalarni olib pulini berib, shu toshni Michelangelo uyga olib ketadi, masтерскойga. Va bir necha oylardan keyin, yillardan keyin yangiliklar точно ko'raylik. Ana shu haligi Isoni haligi nimadan tushib, onasi bilan bo'lgan haykali paydo bo'ldi. Keyin tosh burishni Michelangelo umasiga olib boradi. Masтерскойga olib boradi, borib shu ko'rsatadi.
bu tosh ko'rish o'zini toshini ko'rib hayron qoladi. Voy, nima qildik? Shu bozorda hammalarga xalaqit berayotgan tosh qurmi? Shu qanday bo'ldi bu desa, men toshini yonidan o'tayotsam, ichkaridan dedi toshning ichidan bir yig'in ovozni eshitdim men. Shunda dedi Bibi Maryam, shu nimaning onasi, men bolam bilan ikkalamiz mana shu toshning ichiga qamalib qoldik. Meni qutqargin bunayni deb aytdim men. Ko'r. Men dedi shuni olib kelib dedi, shu toshdan dedi keraksiz joylarni olib tashladim. Keraksiz joylarni olib tashlab, shularni qutqardim shu ikkalasini toshning ichidagi narsalarni. Endi bu rivoyatmi, bo'lganmi, ne знаю, men aytmoqchimanki, ijod bu Alloh taolodan, shuchidan ilohiy desak shu iloh. Senga beramiz shuni. Shu rolni sen o'ynaysan. Shu rolni sen o'ynaysan, senga berildi shu rol deydi. Menga rejissor berdi deysiz, ha, uni teatr berdi deysiz, Olimjon aka berdi deysiz, kimdir shu rollarni berdi deysiz. Xudo xolasa shuni muvaffaqiyat qilib o'ynab bo'lganingizdan keyin siz o'zingiz o'ylab ko'rsangiz, mayli u sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin Olimjon aka. Lekin ko'ngilingizga ana shu bir Alloh taolo solgan. Senga shu narsani beraman, sen orqali o'tkazaman odamlarga, sen orqali shu ko'rsataman odamlarga, sen bilasan, sen tanilgan paytda. Shundan ijodkorga aytadiki, sen bilaman demak. Bilaman bo'lmaydi. Men hamma narsani bilaman dedim. Men teatrda necha yildan beri ishlayapman, aka. Ko'pchilik ko'ramiz men. Ben dubar narsani tayyorlab tashlayman, men nima deyapsiz siz? Yo'q, bilmayman desang keyin yaxshi narsa qilasan. Bilaman desang hech nima bo'lmaydi. Biladigan odam nima biladi deydi. Bilmayman desa shuni biladi. Ana shu Osho degan odam, kechirasizlar, jiddiy shu Oshoga keldik, hozir tugataman gapni. Bizni Naqshbandiyni, Bahovuddin Naqshbandiyni mana shu bizdan ko'proq bilarkan, shuni ko'rib qoldim. Men Naqshbandiyni shu yerda qancha yurgan bo'lsam, Buxoroga borib, tarixini olib, kitobini o'qib, nima ekanini bilganim yo'q. Shu odam kitobda har bir nimasini, haligi bo'lagini Naqshbandiydan boshlaydi. Naqshbandiydan boshlaydi-da, menga tushuntirdi nima ekanligini. Naqshbandiy nima degan o'zi desa, bizda aytadiki, naqsh qiladigan odamlar bor-ku. Mana unga naqsh soladi, deymi? Ha? Naqqosh. Naqqosh emas, naqsh soladi, bir muhr qo'yadi, yo'qsa u yerda boshqa qiladi, bir qanaqadir bir nima yasaydi degan narsa, deymi? Naqsh. Bizda Buxoroga borib, Naqshbandiy hazratlari nimasini oldiga borsiz, bu yerdagi olimlarni o'shib odamlar sizga Naqshbandiy nima ekanini deb aytsangiz, xuddi men aytgandek tushuntiradi. O'sha aytadiki, yo'q, Naqshbandiy dunyodagi eng katta ustoz, eng inson dunyosida unga teng kela olmaydigan bir inson bo'ladi. Naqsh degani, naqsh degani, ya'ni aytadigan gapini avval yasagan u odam. Aytib bergan emas, ko'rsatib bergan. Butun ta'limoti shundan iborat. Naqshbandiyning oldiga Arabistondan bir nima keladi. Hozir uni nomini eslayman, aytaman. Juda mashhur olim bu ham. Arab mamlakatida juda katta. Yosh bo'lganda Buxoroga kelgan. Buxoroga kelib, Naqshbandiyning oldiga kirib aytganki, ustoz, men dunyoni kezib, juda ko'p ustozlarni ko'rib, ulardan ta'lim oldim. Ta'limlarim shu olgan narsalarim hammasi menga yordam beryapti. Hozir shundan foydalanyapman.
Yani sizni ham shu davringizni eshitib Buxoroga kelib sizga men nima tushmoqchiman haligi. Shogird tushmoqchiman, sizdan o'rganmoqchiman deydi. Desa, Naqshbandlik hop, yaxshi kelibsiz. Yuring, bu menga mehmon bo'lasizda uyga olib ketadi. Uyga olib kelib, haligi o'tirg'izib qo'yib ovqat qilib beraveradi, ovqat beraveradi. O vaqtlarda somsa deysiz, boshqa deysiz, undan keyin boshqa, undan keyin go'sht deysiz, boshqa qilasiz, osh. U endi bechora ustoz yomon bo'lsa deb olib yeyveradi dedi. Oling deydi, yeydi. Yemay desa xafa bo'ladi deb yeydi. Axir bo'lmagandan keyin aytadi, ustoz dedi, men dedi, bitta gurucham sig'maydi menga dedi. Haligi xafa bo'lmay yeyolmayman dedi. Xafa bo'lmayman, ololmayman desa, ana endi to'xtang dedi Baxshbandlik. Siz mana oldinga mana shunday ahvolga keldingiz. Siz dunyoda olgan hamma haligi bilimlaringiz hammasini hazm qilmasdan, yevorib keyin hazm qilmasdan shu hozirgi sharoitingizda keldingiz. Hozir sizga hech narsa sig'maydi. Mana shunday narsa ham sizni qo'lingizga sig'maydi. Aman bergan narsani nima qilasiz siz? Sig'maydi-ku. Shuning uchun deydiki, siz avval bu narsalardan bo'sh bo'lasiz, tutilasiz. Hech narsani bilmayman, siz menga qatta olimman deb keldingiz, mana oldim dedingiz. Olim bo'lsangiz nimani o'rgataman sizga? Nimani o'rgatasiz? Men hech narsani bilmayman, sizga men sizdan o'rganish uchun kelgan shu shogirdman desangiz, kelib men bunga shogird bo'ling. Shu odam dunyoda mashhur bir nima bo'ladi. Naqshbandlik dunyoda, Arabiston. Men nom ismini aytib aytaman, u mashhur odam. Shu bo'lgan narsa. Naqshbandlik shundan iborat. Naqsh degan avval. Avval yasagan, sharoitni yasagan. Yana bittasi aytadi, Buxoro ko'chalarida shogirdlarimda naqsh nima yurgan ekan. Naqshbandlik. Yursa bir darvish kelibdi, Darvish kelib Naqshbandlikdan so'radi. Desa Naqshbandlik so'rabdi, ha, taqsir qayerga ketyapsiz desa, xabarim yo'q. Qayerdan kelyapsiz? Bilmayman. Qayerga ketyapsiz? Bilmayman. Nima yaxshi siz uchun desa, mana qornim to'g'ri nima bo'lsa shu menga yaxshi. Yomon narsa nima? Mana uchun nima yomon narsa bo'lsa shu yomon. Deb kulib desa, shu nimalarni shogirdlarni jami chiqib, u bizni nimani haligi ustozni masxara qilyapti deb haydabdi. Desa, keyin bir ko'chaga kirib ketibdi. U Buxoroni hech qayerga bormaydigan ko'chasi ekan. To'pik ekan. Ular ketgandan keyin Naqshbandga aytibdiki, sizlar bekor qildinglar hozir. Hozir bu darvish sizlarga odamzodning butun tarixini aytib berdi. Qayerdan kelganini ham bilmaydi, qayerga ketayotganini ham bilmaydi. Bugun nima qorni to'ysa shu bilan yashaydi, yaxshi. Nima yomonlik bo'lsa, orqasiga bormaydi. Mana shu o'zi uchun yaxshi bo'lsa, bu xonadonlar yaxshimi yomon bo'lsa, shu yaxshi. Va hech qanaqa bo'lmaydigan to'pikka kirib ketyapti ko'chaga shu. Odamzod shunaqa qilgan. Desa, shogirdlar hayron qoladi. Keyin bilsa, Naqshbandlik bu nimani darvishni nima qilgan ekan haligi? Oldindan yollagan ekan. Bolalarga dars o'tish uchun. U o'zidan o'zi kelgan emas. Shu naqsh degan o. Naqshni yasagan, shu bilan dars. O'sha sharoitni yaratganning o'zi Naqshbandlik. Bunaqa bu yerda tushunmaydi bizda Naqshbandlik. Menga Hindistonda turgan faylasuf Naqshbandlikning kimligini aytyapti shunaqa. Rasman hozir buni aytmoqchi emasman, birdaniga paydo bo'ldi hozir. O'zim tayyorlab qo'ygan narsalarim boshqa edi, buni aytib beraman sizlarga. Ilohiylik to'g'risida. Ilohiylik to'g'risida. Shu bizni ko'p balo qazolardan asraydigan narsa. Bizni kasbimiz. Biz qila olamiz xolos bu narsani. Biz qila olamiz xolos.
har bir marta shu qilgan ishimizga biz katta e'tiqod bilan shuni qilaman deb qilganimiz va shunga shukur qilganimiz, borimizni nima qilib shundan qilganimiz va qilgan ishimizdan bir qanday bir quvonganimiz, undan bir his olganimiz bizni ilohiyimiz. Shu bo'lsa hech qachon buzilmaydi bu odamzod. Bodomga sulh buzilmaydigan bo'lsa, sizni oldingizga kelgan tomoshabin hech qachon buzilmaydi. Ular ana shunday bir kasb egasiz. Har bittangizga ular aytmoqchimanki, shu yaratganning qanday bilgisi bor. Buni esdan chiqarmang. Shogirdlarimga ham, do'stlarimga ham, aktyorlarimga aytaman. Shunaqa eng qiyin paytda esingizdan chiqarmang. Ko'p qiyin boshdan kechirgan narsalar bo'lishi mumkin. Ba'zida chidab bo'lmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. Shunda kim ekanligingizni bilsangiz o'zingiz, shu sizga dalda beradi, shu sizni yo'lingizni ko'rsatadi. Eshitsangiz bu odam shu masjiddagi haligi imomi gaplarini gapiryapti-yu deyapsizlar, mana hozir. Bosqonlik qilyapti deganimiz. Yo'q. Men buni boshimdan kechirganim uchun aytyapman. Shuni bilganim uchun aytyapman. Bu san'at, sizni xizmat qilayotgan san'atingiz dunyoda eng hurmatli baland san'at hisoblanadi. Esidan chiqarmang. Bu yerda bizda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Lekin boshqa joyda juda ham baland buni bo'lmas. Men yaqinda nimadaligi ko'rib qoldim, ilgari ko'rmagan ekanman, 1 yil bo'ldi. Fransiyada Belmondo degan nimasi bor, kino aktyori bor, shu vafot qildi. Shuni bironta internetdami, boshqa joydami shu daf marosimini ko'rdingizmi? Ko'milayotgan, ya'ni hali nima qilayotganini ko'rdingizmi? Butun Yeliseyevskiy nima bor, Parijda katta nima bor, maydon bor. Shu maydonda butun kechirasi Fransiya to'plangan. Prezident turibdi, prezident. Gardeshda yelkasida nimalar haligi tob olib kelyapti. To'g'ri, bu tomonga endi buni haligi soldatlarni shunaqa qator qilib nima qilib qo'ygan, orkestrlar. Kelib tobutni yerga qo'ysa, prezident tiz cho'kib tushirgan. Aktyorga, artistga. Aktyor, Belmondo kinolarda ko'rgansizlar. Juda katta hurmat, juda katta. Aktyor bo'lgani uchun, san'atkor bo'lgani uchun shunday hurmat. Bu почти bir yarim soat davom etdi. Umaros. Yerdagi gullarni ko'rsangiz, mana shu butun ploshat juda katta, deyapman, misol uchun 1,5-2 gektar keladi u yerga. Undan ko'proq bo'lmaydi. Hammasi gulga to'ldirilgan. Gul nimalarda otlik aravalarni o'zida gul chambarlar nima qilingan haligi. Bilasizmi? Yani tobut bo'ladigan bo'lsa, mana shu hammasi tepasi bilan toboygacha mana shunday gul chambarlar bilan o'ralgan. Hammasi birga ketyapti. Tobora borguncha odamlar shu nimani kartejning ostiga gullar tashyapti nimalar. Xalq chiqqan. Ko'chaga chiqib bo'lgandan keyin. Ataylab qilinganmi deb o'ylaysizda, ataylab shuni nima qilganmi, haligi davlat shuni tashkil qilganmikin deb. Bu o'sha xalqdan nima shu bir katta o'zini san'atkoriga bo'lgan katta hurmat bo'lishi. Bu aniq. Italiyada La Scala teatri. La Scala teatri direktori kim bo'lishidan qat'iy nazar Italiyada nimasiga İtalya'nın 1 yillik budjetiga prezident bilan baravar qo'l qo'yadi.
Prezident yonida Italiyada shu La Scala teatrini direktori imzosi turadi. Shu imzolangandan keyin parlament ko'rib chiqadi shuni. Tushunasizmi shunga? Kim o'zi? Teatr direktori bu. Iqtisodchi ham emas, uni ham bilmaydi. Lekin mamlakatda shu san'atga, shu teatrga bo'lgan hurmat nishonasi shu. Shunaqa hurmat nishoni. Iloh hammangizdan ana shu kasbni egasisiz. O'sha kasbni yetkazgan ozmi ko'p hayotda shu bilan o'tyapti. Bag'ishlagansiz shu hammangizni. Nima bo'lishlarini qadrlar, mana shu yerda mana shu yerda. Shu narsani tanlaganingiz bo'lsa, sizni yuksak ekanligingizni bilasiz. Sizni toza ekanligingizni, sizni nimangizni natijasi bo'ladi. Bilaman. Biz repetitsiya paytida sizlar bilan endi u o'tib ketgan mana chiroyli bir natijaga erishdik sizlar. Erishgan narsalarimizni o'ziga men aytmoqchimanki, mana shu viloyat teatrida, sizlar teatrlar shunga erishganimdan men xursand bo'laman. Boshqa joyda shuni qila olmasligim mumkin. Men uni Toshkentda ham qo'yishim mumkin, boshqa joyga qo'yishim mumkin, lekin shu yerda erishdim mashqasi. Demak, o'sha bir aktyorda bo'lishi mumkin kerak bo'lgan narsalar, teatrda bo'lish kerak bo'lgan narsalar sizlarda shu narsa borligi, saqlanib qolganligi juda yaxshi. Yana aytaman, maqtayotganim yo'q, maqtash uchun kelganim yo'q, pul bermaysizlar uchun. Agar ko'proq pul bersalaring, maqtasalaring, maqtaveraman. Maqtash. Buni bilmaslik, men shukur ekan bir necha marta repetitsiyalarda aytib berganman. Shukur ekan har bir rol o'ynasa, rostga nima emas, mubolag'a emas. Shukur aka bugun spektakl keladigan bo'lsa, mana shu kechasi soat 4 dan boshlab 4 da keladi 6 dagi spektakl. 4 da hammaga shukur aka keldi. Shukur aka teatrga keldi deydi. Desa, mana shu butun zdaniya bo'ylab u podvallargacha pashsha yursa nima qilamaydi? Oyog'ini osti uchida yuradi. Shukur aka yuribdi sahnada. Maktab, e'tibor, vaqtim bo'lsa bugun erta shu narsa to'g'risida gapirib beraman. İşte bir aktyor, işte onu diyorum. Deb yuradi. Spektakl boshlanishiga hali 1,5 soat. Yuradi shu. Oy, birov bormi bu yerda? Desa, hamma bu chiqayotgandamizda. Ovozing chiqmaydi, birov deydi, men o'zim bitta o'zim deb yuribman. Borlaring, men bu yerda yuraman. Spektakl o'ynab bo'lgandan keyin qovun qildim, bo'lmadi. Shukur Burxon bo'lmay ketsa. Qovun nima desa, shu o'zicha qaysidir kartinaga qayerda o'xshatolmadim. O'shani shu yerga tushmagan. Har safar kelgan ishi shu yerda bo'lmagan. Shundan uni odamlar qilsa-yu qilmasa qalqib chiqaradi. Sahnaga chiqishi bilan ham mana haligi bu qanaqa odamlar bu? Faqat chalaveradi. Rol o'ynagani qo'ymaydi-ya. Derdi. Har bir chiqib bir og'ir gapirsa odamlar faqat qarab chiqadi. Shu rolni partiturasi bilan ben institutda qancha dars bergan masal aktyorlarga aytamanki, aktyorda rolni partiturasi bo'lishi kerak. Partitura nima ekanini sizlar bilasizlar, muzikalni teatrda. Partitura bu yozilgan narsa, har safar chalinsa bir xil chiqadi. Buni baland pasti ham, nimasi ham, bari ham yozilgan. Chalinsa bo'ldi bir xil chiqadi.
aktyor maçda o'tirib ro'z tayyorgarlik paytida partitura yozish kerak. Partitura yozish kerak. Mana shu kartinada mana shunday qildim. Mana bu yerda holatim bu yerda edi, mana bu yerda bunday qiladim, mana bunday qilaman deb aytadi. Keyin afsus, mana bu juda murakkab narsada. Uni endi haligi jismoniy tomoni bor. Buni ichki tomoni bor. Shukurlar ichki tomoniga yetkazolmaganidan xafa bo'ladi. Bironta ritmasi haligi mezonsiyasini qilolmaganidan emas. Qilolmay qolishi mumkin, borib bir joyga borib o'tirib, yo'qmasam bir narsa qilib qaraydigan joyi bo'lsa, sahnaga yuradigan joyda ularda u xafa bo'lmasdi. Ichki holati to'g'ri kelmaganidan alam nima qiladi? Qiynaladi. Qilmadimi shu? Bo'lmadi, kelmadi. Tavba deb kuni bilan o'zini so'kib yuradi. Bitta hech kimni bilgan emas. Na partnyorlari bilgan, na boshqasi. Nimalar ham tomoshabinlar xuddi shu har safarga shu qasayib chalganlar. Hamsamida bo'ladi. Shu maktabda shu maktabda. Sizlarga aytib beraman, berilgan shart sharoit degan narsa shundan bo'ladi. Biz o'ynamaymiz biz shart-sharoit. Biz rolni yodlaymiz, mezonsiyani yodlaymiz. Kiyimini kiyamiz, grimini to'g'ri qilamiz. Shu, har safar shu narsani bajaramiz. Qaysi sharoitda yashayapman? Nima hozir qilishim kerak? Maqsadim nima? Vazifam hozir mana shu 2 minut ichida nimadan iborat mana? 2 minut. Bitta kartinada 2 minut o'ynayman, shu yerda vazifam nimadan iborat? Bu bizning xayolimizda bo'lmaydi do'stlar. Bizda mexanika bor. Mexanika bilan shu ishni qilamiz. Chunki o'rganganmiz. Bir oy davomida spektaklni o'ynaverib, umuman o'ynagan bo'lsak, shu yerda o'tirishimizni, shu yerdan chiqib ketishimizni, bu yerda mana bu narsani olishimizni bilamiz. Shu. Bu yerda xo'roz olaman, bu yerda qo'yib yuboraman. Ya, ana shu sekin-sekin teatrda bizni kasbimizni buzayotgan narsalardan bittasi shu bo'ladi. Biz aslida agar u klassikaga boradigan bo'lsak, Stanislavskiyning gapi mana shu: "Истина страстей, правдоподобие чувств, предлагаемых обстоятельств." Siyotlarning aniqligi, pravdopodobie, ya'ni to'g'riligi, hayotdagi narsaga aniq yaqin ekanligi. Vahsiyatlar uchun balandligi qaysi yerda berilgan shart-sharoit. Har bir rolga, har bir spektaklga, har bir odamga berilgan shart-sharoit bor. Biz Qo'qonda ishlayotganimda aktyorlik ishlaganman. 12-13 yil ishlaganman. Da, почти 19 yil ishlaganman. Aktyor bo'lib ishlaganman. Shunda shu Hoji Qurbon Nazarov degan rejissyorimiz bo'ladi. Yani Shukur akalarim do'sti, katta nimasi shu. Shu rolni nimasini haligi yozdiramiz. Tarjima xolim. Keyin nima qilgan o'zi, qayerdan kelgan, qayerda o'qigan, nima qiladi, hozir nima qilyapti bu yerda, nimaga keldi bu yerda, nima kerak bu odamga, qanchalik kerak bu odamga. Shu qilgan ishini qilsa ham bo'ladi, qilmasa ham bo'ladimi, yo'q qilish kerakmi? Hammasini shu odamlar bizga o'rgatadi. Shu majbur qiladi, yozib daftarimizning orqasida rolimiz so'zi bor, orqasida shuni tezmisini, harakati bor, shuni yozib ketadi. Bu ana shu maktab edi. Analiz qilishda mana shu mana rolingiz nimadan iborat? Har bitta rolingiz nimadan iborat? Siz kim ekanligingiz, sizni shu oxiri yetishingiz kerak bo'lgan maqsadingiz, shu maqsadingizni amalga oshirish uchun qiladigan sahnada harakatlaringiz va shu harakatlaringiz qayerda hammasi ma'lum berilgan shart-sharoitda. Qanaqa sharoitda? Bilmadim, qishdami, yozdami, kuzdami, boshqami, qanaqa ahvolingiz bor, nima atrofidagi narsalar nimadan iborat,
Qayerda bo'lyapti, nima uchun bo'lyapti? Bo'lishi mumkin bu narsa, shu bo'lishi mumkin emasmi? Buni hammasi bor. Опять вы зависит. Berilgan shart-sharoit. O'ynamaymiz. Voy, katta aktyorlarimiz o'ynaydi. Rol o'ynamoqdingiz nima? Spektaklga borib turamanda endi man. Erkin do'stimiz nimaga Erkin Komilov rol o'ynasa borib turamanda, keyin chiqadagi endi aytib bering, og'aynim, men nima qildimmi? Aytsa, yo'q, hammasini qildim, tamam. Olimjon, siz meni haqorat qilyapsizmi, og'aynim? Rolimni hammasini o'ynadim men. Bironta so'zim ham qolgani yo'q, bironta mezansen ham buzganim yo'q. Nima menga hozir bunaqa qilyapsiz? O'pkangiz bosib qo'ying, og'aynim. Siz haligi mani ustozim Shukur Burxoningiz. Shukur Burxon bu qiligacha biladi o'zi. Darajasiga biladi. Bu safar faryodi agar shunga baland chiqmasa, uni biladi. Qaysi notaga chiqa olmaganidan. Ko'z yoshdan nechta tomganigacha biladi. Rasman qilaydi sizlar bilan ustozingiz bo'lsa og'ayni. Bo'lmadimi? Tushmas ekanmiz, olimjon. Endi mana shunaqa bir narsa desa xafa bo'lasiz. Siz ham maqtasam, og'ayni bopladingiz, hozir siz yorib desam, mana zo'r qildingiz, boshqa qildingiz desam, siz menga hozir borib restoranda aroq qilib berasiz hozir. Osh qilib berasiz menga, maqtaganim uchun. To'g'risini aytsam xafa bo'lasiz. Xafa bo'lmang, bu taklifim yo'q. Aytmoqchimanki, aktyorlikni o'qiyotgan paytimizdagi azbukalarimizni eng esimizdan chiqarib yuborgan uchun shu xatolarga yo'l qo'yamiz. Men Shukur akani nimaga aytdim? Shukur aka biladi xato qilganini. O'zini o'zi so'kadi, men xato qildim deb, to'g'rimi? Biz bilmaymiz. Biz zo'r qildik deb turaveramiz. O'ynadim, yo'lni yaxshi o'ynadim deb turaveramiz. Xato qildim, mana shu yerda, mana shu narsa. Buning uchun sizda o'sha partitura bo'lishi kerak, ichingizda. Mana bu yerda bunday qilardim, mana bu yerda haligi mana shu darajaga chiqardim. Men bu safar shu darajaga chiqa olmadim. Bu yerda shunaqa bo'lish kerak edi, bo'lmadi deganmiz. Shu teatrni jinday boshqa tomonga yakdim olsam, jinday nimalarga olib boradi, shu buzadi. Bu asnovasi haligi o'zagi ildizi bo'lgani uchun shunga rioya qilib turish kerak vaqtda. Bormi shu rolingizni, любой rolingizni, eng yaxshi ko'rgan rolingizni borib o'zingizcha-da, misol uchun mana bu shu gapni eshitganingizdan keyin o'tirib olib o'zingizcha yozib chiqing, bo'lmasa bu qilib qanaqa sharoitda shu rolni o'ynayman. Berilgan shart-sharoit qanaqa menga berilgan, yozuvchi bergan, shu dramaturg bergan sharoit, qaysi sharoitda yashayman, qaysi yilda, nimada, qaysi davrda, men atrofimda kimlar bor, nechta dushmanim bor, nechta do'stim bor, kim bilan olishishim kerak, kim bilan kelishishim kerak, kim bilan misol uchun olaylik shu narsa qilishim kerak. Shu maqsadim o'zi nima istayman? Mana shu rolimda mening maqsadim bormi yo'qmi? Maqsadingiz o'zi agar rejissor aytmagan bo'lsa, dramaturg aytmagan bo'lsa, o'zi yozib qo'yingchi, maqsadim shu. Boy bo'lish. Yo'q, men shu yerda boy bo'lish emas deb maqsadim. Aka, boy bo'lishmi? Unaqa emas. Bu kelgan olimlar bittasi bo'lyapti. Maqsadi olimlarning deydi, ikkalasi nima edi otlaringiz sizni? Xudoy bergan maqsadi boy bo'lish. Yo'q, siz umuman tushunmayapsiz spektaklni bo'lmasa. Boy bo'lish emasdi bu. Boy bo'lganda boy bo'lardi maqsad bu. U boy bo'lish maqsadi xayolida ham yo'q uni. Mana shu ahvolda yashayverish. Yo'q, bo'ldi. Undan boshqa narsa kerak emas. Mana shu bo'ldi, mana shu bor. To'rtta xoda bormi? Devor kerak emas.
Çaylamsa bu. Yashasa bo'laveradi shuni ichida. Yashayapmiz buni. Katta bo'ldi shuncha narsa bo'ldi. Yo'q, boshqa nimam yo'q mana boshqa. Maqsad yo'q. Maqsad to'g'risi yo'q. Yo'q mana. Rollaringni birontadan nima maqsadi bor? Libada haligi qani nima bu? Nima maqsadi bor? Он хочет спасти. Не получится, yo'q. Maqsad bu. Berilgan shart-sharoit. Absurd degani shundan iborat. Absurd degani berilgan nimasi? Berilgan shart-sharoit mantiqqa sig'maydi. Mantiqqa sig'maydi. O'zi aslida men repetitsiya paytida sizlar bilan necha marta esdan chiqarmagan bo'lsalaring, bizning san'atimizni o'zi teatrimiz mantiqi yo'q. Biz mantiqsiz san'at bilan nima qilib shug'ullanamiz. To'g'rimi? Mantiq yo'q. Teatrda borib kichkina bir mana shunday joyga tiqilib olib, xohlagan ishimizni qilamiz. Dunyoni ham olib kelamiz bu yerga, boshqa ham qilamiz, uni vayron ham qilamiz, uni yana tuzamiz ham, boshqa qilamiz. Berilgan joyi shu yerda, bunaqasiga 40 metr, bunaqasiga 50 metr, mana shu joy. Balandligi bor, ha? Tepadagi temir tersaklari bor, chiroqlari bor. Shu bizning dunyomiz, uyimiz shu. Shu yerga kirib olib biz mana nimamiz u shoh bo'lamiz, gado bo'lamiz, boshqa bo'lamiz, nima holatda. Buni qonunlarga rioya qilmasak o'xshamaydi deb, to'g'rimi? Rioya qilmasak o'xshamaydi o'sha narsa. Bunaqa kartinalar yozilgan. Endi shu 0 bo'lsa bu odam o'lgan bo'ladi. Ha? 0 yo'q, harakat ham yo'q, boshqa yo'q, 0 nima qiladi? O'ldi. 100 bo'lsa endi juda baland deb cho'qqiga chiqqan haligi atirlarning nimasi bo'ladi, ha? Juda ham balandga chiqqan nimasi. Shu har bir rolni shu domla darajasini aktyorlarga aniqlashga beradi. Aniqlab bermasa-da o'zi aniqlardi. Aktyorni o'ziga aniqlashga imkon beradi. Siz mana birinchi kartinada, birinchi sahnaga chiqdingiz, ha? Chiqdingiz. Shuni dedi, darajangiz qayerda siz? Tirik odam chiqadi bu. Kam deganda 30 dan balandroq bo'ladi, ha? Tirik bo'ladi. Choy ichib, yurib, etib yursangiz 25 bo'ladi. Ha? Her bir yolda o'zini darajasi. Keyin kartina, ikkinchi kartinaga borib, ikkinchi kartinaga chiqqaningizdan keyin shu darajangiz tepaga chiqdimi yo pastga tushdimi? İlgari holatingizdan pastga tushdingizmi yo teparoqqa chiqdingizmi? Shuni bilib olsangiz, siz rolingizni bajarishga to'g'ri maqsadsiz. Shukur aka aytadiki, gol shota olmadim men degani, demak shu darajasiga aytgan 100 bo'lsa yo 70 bo'lsa 70 ga yetolmagandan shuna qiladi u odam, to'g'rimi? Shu kartinani u 70 da edi. Bu yeniga tushib qolib o'zi xafa bo'ldi, qila olmadi shuni. Ha, belgilangani o'zi nima? Oxir borib shu personaj, shu sizning rolingiz nima qiladi? Amalga oshib, tamom final bo'lganda qayerda turadi? 100 danmi? Yo o'lsa 0 ga tushadimi? Yo bo'lsam o'rtada qoladimi? Yo bo'lsam shu qilgan boshida qiladigan narsaga erishadimi yo erishmaydimi? Undan keyin shu holati qanaqa bo'ladi? Inson sifatida shuni analiz qiladi. Shu menga o'sha paytlarda endi biron joyda men nima qilganim yo'qman. Aktyorlarga aytib beraman-ku. Ular endi fikrda, kallasida shu narsani ishlatsa, lekin ishlatmaydi. Lekin shunga nima qilgan odamlar bilan shu maktabda yurgan odamlar juda ham haligi men shuni ko'rganman, aytyapman, men strellerni nimaga Milarda o'tirganman, bozorlarga borib aravakashni qilib topib yurganman. Italiyaning bozorida aravakashlar. Shu strellerni nimasini ko'raman. Shu spektaklni oxirigacha borib rezidensiyaga ko'raman. Aktyor shunga tayyorli qo'ya qolasiz. Streller nimani qo'yapti? Qirollik. Qirollik nimasi? Aktyor, men esimda yo'q nomi, Angliyadan taklif qilingan.
Italiyaga, Angliyada taklif qilingan aktyor o'ynayapti. Lir. Mashhur judayam aktyor. Dunyoga mashhur aktyor. Shu hozir faqat o'tirib ishlayapti xolos aktyorlar. Shu qirollikda juda baland joyga chiqib nimalar bilan baqiradigan joylar bor, shamollar bilan baqiradigan, jinni bo'ladigan joy bor-da, bunaqa joylar bor. Shu joyga borgandan keyin repetitsiyani to'xtatadi. Soatga qarab ketdi. Bunda o'yinlar vaqtimiz tugatdi. Ertaga kelib ana shu yerdan boshlaymiz. Hamma o'rnidan turib rahbarning boshqa chiqib keladi. Ertasiga keladi bilsak, aktyorlar o'tiradi. Yana aktyorlar bu yerda shunaqa odat bor. Mana qo'qonda ham shu borada man o'zim hozir mana teatrimda shunaqa odat bor. Shu mana shu yerda chiqishib o'tiradi xolos bo'ladi. Shu yerda ham bormi sizlarda ham shunaqa bor. O'zining joyi bor har aktyor. O'sha yerda o'tiradi. Boshqa joyda o'tirmaydi. O'tib teatrda bir bo'lgan paydo bo'lgan narsa-da, u yerda yomon narsa emas bu. Har bitta odam o'zining joyi bor, shu yerga borib o'tiradi. Biladi, mana shu sizning joyingiz. Biroq siz o'tib o'tira olmaysiz. Emas, siz joyga mana shu yerda o'tirasiz. Yo'q bo'lsa, shu yerda yo'q bo'lsa, demak stul yo'q bo'lsa, siz yo'qsiz. Bugun. Hamma aktyorlar kelib o'tiradi. Keyin rejissor Spreyer o'zi kirib keladi. Yosh ancha bor, o'sha paytda o'zi necha bir 60-70'lar borganlar, deyиш. Salomchilar, aktyorlarga yaxshiliklarni keyin aktyorlarga qo'yib, keyin choylarni qo'yib, kofesi bor, kichkina nimasi, nimada termoschasi bor, termoschasini qo'yadi, boshqa qiladi. Ну что? Tayyormisizlar? Hamma tayyor. Boshlaydi. Kecha qayerdan qolgan bo'lsa, kim qanaqa faryod qilayotgan bo'lsa, qaysi joyda kim nima deyotgan bo'lsa, o'sha joydan xuddi hozir 1 sekund oldin shu narsa bo'lgan deb boshlanadi shu. Oradan 1 kun o'tgan bo'ladi. Aktyor o'sha yerdan boshlaydi. Qoyil qolasiz. Men unaqa yozadigan narsalar yo'q edi. Mikrofonda yozib olganman. Ataylab yozib olganman. Kechasi tamom bo'lganini, repetitsiya tamom bo'lgandan oldingisini yozib olganman. Ertasiga repetitsiya boshlanganini boshlayman. Ikkalasini eshitsangiz farqiga borasiz. Это что такое? Bu aktyorlar. Birinchi to'g'ri texnikasi bor. Texnika bizda nimamizda, institutimizda men domlalar xafa bo'lmasin, shunchadan institutdan haydab bordi, bormayman. Texnikani o'rgatmaydi nimalarga. Aktyorning texnikasini o'rgatmaydi bizning institutimizda. Teatr o'rgatadi. Teatr kelgandan keyin, ishlagandan keyin sekin-sekin shunda nima qilib o'rganib ketadi aktyorlar. O'zi o'rganib oladi shu narsa. Institut o'rgatmaydi. Fan o'zi yo'q. Boshqa joyda fan yo'q. O'rganish kerak bo'lgan. Ana shu birinchidan aktyorlik juda ham qattiq shu nimasi, ichki tartibini o'zi balandlik ekan. Shu rolga tayyorgarlik ko'rishi va hokazo va shu bilan birgalikda ana shu texnikasi. Qog'ozga ham bir xil, kompaniyalar bir xil chiqadi. Faryod qilsa, haligi aktyor hozir boshladi-da, qirollik. Undan oldingi repetitsiyasida bir necha marta qaytargandan keyin yuzlari qizarib ketgan bo'ladi-da. 2 sekunddan keyin shu odamning yuzi qizaradi, men qo'yib qolaman. U 1 soatda shunaqa qilgan edi. Hozir kelib 2 sekund yo'qsa 1 minutda shu ahvolga keldi, yuzidan ko'rsangiz, ko'zlarini ko'rsangiz, mashini ko'rsangiz, shu vajohatini o'zi butun hamma tomoni qizarib ketganligini, boshqasini hammasi shu undan oldingi kechagi narsani точно o'ziga tushgan bo'ladi. Bu Stanislavskiy sistemasiga va boshqasiga zid emas. Bu aktyorning o'zining mahorati, aktyorning o'zining birinchi navbatda u mahorat bilan birgalikda aktyorlarning o'zining ishiga bo'lgan katta mas'uliyat.
Xudoga ming qator shukr, hamma qarida shu narsa bor deb. Aktyor deb sizlarga diplom bergandan keyin shu nomni sizlar bo'lganlaringdagi shu narsa sizlarda bor deb shu narsani. Shuning uchun shu ishni qilasizlar do'stlar. İtaliyalik aktyorlar nima uchun shunday qiladi bilasizmi? Ularda ham bor, lekin ularda stimul bor. Ular juda katta oila oladi. Ularda hech qanaqa nimasi, ya'ni ko'chaga chiqib nima qilaman degan g'ami yo'q. Они живут только этим. Shu hayotda shu teatrda uni boshqa joyga borib turtdan yana topay, boshqa qilay, bu yoqqa olib kelaman, uni qilay degan narsa bor, hammasi bor. Все они, поэтому u ham bor. Haligi sharoit ham bor. Lekin bu faqat sharoitga emas, insonni aktyorning o'zini kasbiga, nimasiga bo'lgan munosabat. Aytaman, shunaqa deb tushunaman. Men yana bir marta aytaman, sizlarni tanlaganim, sizlarni oldiga kelganim mana shuni sizlarda ko'raman. Faqat bu yerda spektakl qo'yganim emas. Umuman shu teatrda bor. Shuning uchun emas. Yes.